Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Parvardigor olam. Shu qilgan duolarimiz savobini Alloh Muhammad payg'ambarning ruh poklariga bag'ishlasin Alloh. Shu insonlar hammasi sani deb kelgan. Shifoni sen berasan, meni qo'limda bas. Bular hammalarini xonadonda xursandchilik tan sahar deb bo'lsin. Nomut bo'lmanglar Xudo. Alloh deb kelgan shifo topasizlar. Ixlos qilinglar bo'ldi. Niyatga bog'liq. Faqat yaxshi niyatda bo'lasizlar, Allohdan so'rayman. Men ham sizlarga o'xshagan odamman, sababchiman xolos. Alloh yurtimiz tinch bo'lsin, zamonimiz tinch bo'lsin. Nima niyatda bo'lsa niyatimizga yetaylik. Endi mana oldimda Qozog'iston yozuvchilar uyushmasi Abdumanop akam kelishganlar. O'zlarini nima desam ekan? Mukofotlari bor ekan, o'shaning uchun akam o'zlari biroz akamga beramiz. So'zni unga qarab ishni bajaramiz. Assalomu alaykum odamlar. Bu odam kasal bilan bo'lsa birinchi Allohga, undan keyin odamlarni Alloh taolo yuborgan karomatli odamlarning orqasida odam kasalligini o'sha yo'qotishga, shunga sababchi bo'lgan odamlarni bizga yuboryapti. Mana Iqboljon ham O'zbekistonda 2022-yildan beri qancha ming odamlarni mana shu kasalni tuzatib Yevropaga keltirdi. Bu yerda bitta ilm bor. Bizni qancha tabiblarimiz qancha kurashib odamlarni davolasa, buni meditsina ukollar ishlaydigan meditsina sal qarshilik qiladi. Chunki ularga odam bormaydi. Bizni tanamizda Allohning bergan o'zini kasali bor. O'sha kasalni yuboradigan o'zining tabiblari yuborgan. Mana shuni hisobga olib Qozog'iston 1996-yili Qozog'iston prezidenti bizga nima berib, buyruq berib, kimda o'zida shunday xosiyat bo'ladigan bo'lsa, shu odamlarni davolaydigan bo'lsa, yo o'qib, yo bo'lmasa cho'p-dori qilib, o'zi xalq meditsinasi bo'yicha kurashib kelayotgan bo'lsa, xalqqa yoqimli bo'ladigan bo'lsa, shularga ruxsat bergan bizda nima bor? 96-yilda bergan qaror bor. Shu qaror asosida bizni tabiblarimiz, bizni ko'pchilik hali nima qaraydigan odamlarimiz Qozog'istonda ko'p joyda xizmat qilyapti. Endi bir joyni odamlari ikkinchi bir joyga nima qilmaydi? Ko'rmaydi-da. Bizda Qozog'da bor, ovuldan chiqqan ne deydi? Suv sasiq deganda. Shuning uchun Qozoq mana bizni shuncha yerga o'zimiz taklif qilib kelgan Iqbol Soliyevni mana ko'rib o'tiribsizlar. Bizni Qozog'istonga juda kerak. Asosan mana ishi shu avliyani makonlashgan 22 avliyani orasida turib sizlarga mana o'zining boshidagi biyotok bormi? Alloh taolo bergan xosiyat bormi? Sizlarga shuni joriy qilyapti. Mana endi tuzaladigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, ixlosi katta bo'lish kerak. Kasal kelishi oson, ketishi juda qiyin. Masalan, bitta ovqat yegandan odam kechga to'q bo'lmaydi-ku. Bitta kechqurun odam ovqat yedi. Shuning uchun kasallik agar qancha og'ir bo'ladigan bo'lsa, qancha mukammal bo'lsa, bir marta emas, 3-4 marta kelib, o'shani oxirigacha kurashish kerak. O'shaning uchun ixlos bilan kelib, men tuzalaman deb kelish kerak. Bu Allohning qo'lidan. Bu kishi ham endi bizning shifomiz Allohning yo'li deb sizlarni davolaydi. Bo'lmasa ikkini bir men qo'ldan ishlab ketavermaydi, lekin Allohning bergan o'zining xosiyati bor. Shu xosiyat orqasida odamlar shunga inonadi, tuzaladi, lekin orqali ketaveradi. Bizni Qozog'istonda mana aytadigan bo'lsa, mana Sayrami o'zida ham qancha ham tabiblar bor. Cho'p dori bilan davolaydi, hali Qur'on Karim bilan o'qib davolaydi, yoki bo'lmasa haligi odamni paraliz bo'ladi, boshqa bo'lsa hamma davolaydigan odamlar bor. Endi bularga ham ixlos kerak. Lekin Iqbol Saliyev hozir 4-5 yildan beri o'zi davomga ketgan. Bu kishiga Arab davlatidan, Rossiyadan, chet el hammasi kelib davolangan. Mana ikkini biri biladi. Kasal bo'lmagan odamlar bilmaydi. Lekin boshini o'tkazgan odamlargina shuni odamlarga yoyadi. Bizni O'zbekistonda, masalan, uni qaydan? Bizni Qozog'istonda bunga katta yo'l ochilgan. Kasal bo'ladi, keladi, davolaysiz. Agar shifosi bo'lsa, rahmatni yetasiz. Lekin bizni meditsina ham ancha-muncha salgina qarshilik qilishi mumkin. Lekin bizni tabiblarimiz Alloh yo'lida o'zining bergan xususiyati bilan sizlarni davolab, oyoqqa turishga
sababchi bo'lib o'zini ishonchi bilan kelgan odamlar. Shuning uchun sizlar ixlosingiz bilan kelib turib agar tabibga yondashadigan bo'lsanglar, kasal o'zidan o'zi ketib qolishi mumkin. Ko'p meditsina odamlari tabib yo'liga o'tib ketib, Alloh taolaning haligi o'zimizni odam ilgari odati bo'yicha shu davolanish yo'liga o'tib ketgan. Bizga eng kerakli shu hozir. Nima? O'z meditsina ham hozir tan olyapti. Biz deydi qancha dori berib, ukol berganimizdan deydi odam narxari ketib qoladi deydi. Lekin Allohning bergan haligi kasalini faqat shu tabiblargina chechadi. Mana Abu Ali ibn Sino 1000 yil ilgari. Bunda nima bo'lgan emas, hozirgidek bizda meditsina qilgan emas. Shu kishini o'zini 10 xil nimasi bor, odamlarni diagnoz qo'yadigan. Mana shuni chet eldagi odamlar 1800-yilgacha uni qabul qildim. Keyin mana Allohga ishonadi deb bu kishini ham salgan ko'pincha odamlar, davlatlar hali inomga olmayapti. Lekin biz shu bo'yicha odamlarni davolaydigan bo'lsak, bizda kasallar qolmaydi. Mana kelgan ayollarimizga hasanat. Mana alhamdulillah Alloh taolo shuncha quvvat berdi. Mana islom aman bu bizni sayrami avliyoning makonida o'tiribsiz. Shuning uchun sizni haligi aytgan gaplaringiz, aytgan haligi odamlarga bergan nutqlaringiz odamlarga davosiga davo qo'shilib, hammasi yurib ketishga Alloh taolo nima bo'lsin? Sababchi bo'lsin. Allohu akbar. Mana shuning uchun sizga kelishingizga mana Xudo xolasa ishingizga baraka bersin. Sizga mana uy joy hamma narsani to'g'rilab berishga biz Qozog'iston xalqi harakat qiladi. Mana endi bu kishining xizmatini hisob nima olib Qozog'iston mana bizni xalq tabobati tomonidan bu kishiga sertifikat mana hujjat berildi. Bu hujjat bo'yicha bu hamma joyda o'zini xizmatini a'lo darajada olib borish uchun mana guvohnoma. Mana shu guvohnoma bu kishiga shu obdan tekshirilib berilgan bizning hujjatimiz bo'ladi. Shuni Alloh mana bu sizga baraka bersin. Avvalo Xudo meni hislatim Allohning hislati. To'g'ri. Men qo'limdan kelgancha butun nafaqat Qozog'iston xalqi, butun dunyo xalqi uchun xizmat qilaman. Faqat Allohdan so'rayman. To'g'ri. Men hech kimga tuzatib beraman deb garantiya bermayman. To'g'ri aytasiz. Alloh deb kelyapsizlarmi? Men ham Alloh deb qo'laveraman, Xudo xohlasa shifo topasizlar. Mana shu Qozog'iston xalqi ham sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, rahbarlarning umri uzoq bo'lsin. Nimaki tilak niyatda bo'lsizlar, niyatingizga yetinglar aka. Shunchalik vaqt ajratib kelganingizga Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Shu nima sertifikatni oqlash uchun harakat qilaman Qozog'iston xalqi uchun. Qozog'istonda kasal qolmasin. Qolmasin, eng kerak. Qozog'istonda kasal qolmasin. Mana sizga ishonchlik bo'yicha bergan hujjat bo'yicha siz endi butun Qozog'istonning qaysi bir odam makoniga borsangiz, sizni qo'l ushlab quvvatlaydi va ishingizga baraka bersin. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar. Holatingiz. Yaxshi. O'zgarishlar bo'lyapti. Biroq o'tirganda qiynalam. Bismillah. So'shin qo'chqida kista bor o'ng joqda, shu belim avrat, tishim avrat. Men o'sha tizim o'tirganda avrat. O'tirolmayman. Hozir bormi og'riq ko'ringchi? O'tirganda. Ha? Shamol bor. Sal yengillashdimi? Aha. Qo'chqida kista bor, so'shin belim. Yo'q kesdi. Kestingiz yo'q. Aha, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. O'tgan safar kelgan. Qachon oldi kelganimizdanmi? Aytdi. So kelganda kelgan. So yaxshi bo'lib qolgan. So bir jambasi og'riyotir. Nima bu qilyapti hozir? Jambasi qo'yib jibermay qoladi. Artiladi. O'z jambasim. Ikki tizim. Natsim. Hozir bormi? Yaxshimi? Yaxshimi? Qaysisiz? Men ham jibermaydi. Nima jibermaydi? Qarangchi. Ha? Nima yaxshi? Yaxshi ketdi. Ketdimi? Ismingizmi? Gulnar. Gulnar opa, yaxshi bo'ldingizmi? Yaxshi. Yaxshi bo'ling, ha? Onaxon nechinchisi, ikkinchisimi? Ikkinchimi. Nima besta qilyapti? Oyog'im, belim. Shu bari. Shu yerna shabjama jil. Alloh shifo. Ayoli qotib qolibdi. Shu qotib qoldi. Hozir bormi?
Ha, ana. Sal bo'shadimi? Yengillashdingizmi? Ha. Hozir qalay bo'ldingiz? Yaxshi jang. Yengilladimi? Endi-chi onam? Ko'ring-chi. Ha? Yaxshi bo'ldingizmi? Yaxshi bo'ling, ha? Nima? Belden temen qaraya avrat. Bormi og'riq? Baş. Ha, qaytdi. Natijeden Qaytidan. Qarachi. Tolukta. Ha? Bunu elimden bunu yerim. Yengillashyapsanmi? Ha, bana o kettin tolukta kalıp da Ha, tovuqning qo'yib ketsin. Tovuq. Yaxshi bolaga o'xshayapsan. Isming nima? Alkin. Arki. Qarachi bormikan ora? Nima yo'q? Avru yok. Nima og'riq yo'q bo'ladi? O'zi yo'q ham bo'lib qoladimi? Salom. Uyutulmaz kazanım. Sab bo'shadimi? Yengillashdi? Ayağımda asıldım. Unda bo'lyapti oyog'ingiz opa. Yaxshi. Sen yengillashdingmi? Apaysan. Nima bo'lyapti? Diyektim de uğrat. İnna jerim boynu. Krişam var ki boyunda. Ismingiz nima? Birinchi kirishingizmi? Birinchi keldim. Ko'ring-chi. Pasaydimi? Kerak. Bismillah. Жақсы. Yaxshi bo'ldingizmi? Ismingiz nima? Söyle. So'ra. Kimden moyum şey. Onun biraz soğuk birini ağrır. Hozir bormi ora? Nima yo'qmi? Tavba. Qozog'istonliklar yaxshi deyapti mendan bas. Yo'qmi? Yo'q. Qozog'istonda kasal qolmasin, xudo xolasa. Juda qısa. Nima yuraging qisasan? Yuragini almashib berishimiz. Bilamizmi? Kelinim. Keliningizmi? Kelin sen xizmatlar qilishing, baquvvat bo'lishing kerak. Dangasa qolsan unaqada, kasalman desang. Endi-chi. Ha? Nima qo'yadi? Bormidi og'rig'i? Hozir bormidi? Og'rig'i bormidi? Hozirchi. Iya. Endi kelin xizmat qilishi uchun Allohdan so'rayapman. Bor uylari tozalab, ovqatlari kuyovga qarab, qayna qarashlaring uchun Alloh senga kuch-quvvat beradi, xudo xolasa. Chopqilab yurgin, bo'ptimi? Ating nima edi? Alloh shifo bersin, kelinchak. Hozir yaxshimisan? Yaxshi bo'lgan-a? Nima bo'lgan? Basım, asazanım. Uyku yok mende. Ayağım. Hozir bormi og'riq? Yok. Bormidi? Bari de asazanım orada basım. Hozir og'rib turuvdimi? Yok hadi oturun yok. Og'rib tur, hozir og'riganmidi? Burun avrattı. Hazır o burun batkan yok. Hozir og'rimayapti. Hazır avrat. Endi-chi? Yengilashyapsizmi? Ne şeyini. Atingiz nima? Başlayayım. Alloh shifo bersin. Endi qalaysiz? Ne şey yaksız. Yaxshimisiz ancha? Ayağım çok. Buna yıkı Bol. bu avrattı mı? Bu. Bo'ldi. Endi-chi? Qo'yib yubordimi? Keling, ona nima bo'lgan? Mana şu ayağımın meşintinde vize, tomografiyadagi vize var degan. Bismillah. Qala beradi, jursam turib qolaman. Shu yelkalarim og'riydi. Ko'zim ham yaxshi emas uncha. Hozir bormi og'riq? Sal bor. Yengilashdimi? Ha, bor. Ko'zim zirgin senjiga. Mumkin mana qo'limni ko'ringchi, mana bir 10 kuncha qo'limda pishlayolmayman. Hozir bormi og'riq? Yaxshi. Yaxshimi? Endi-chi? Yuring-chi. Yuring, qo'rqmas, bosing. Ha? Bir de yurib ketgan to'xtab qolaman-da. Hozir qalaysiz? Hozir yaxshi. O'zgarish bormi? Ha.
İsmingiz nima? Qo'limdan ko'rinish Hanifa. Hanifa opa. Yaxshi bo'lasiz, xudo xolasa. Men shuni pishlayapman. Bir ocha bo'ldi. Nimaga bilmayman. Nima bo'lyapti? Ish qilaman. Qilmadim, boshqa qilmadim. Ko'ringchi. Mana kirmaydi, ko'rdingiz? Kirish kerakmi? Manda bo'lmaydi. Mana. Buklanmaydi ekan. Buklanmaydi. Siniqcha bor. Chiqqan deydi. Lat egizib qo'yibsiz. Shu bilmayapman. Bu singan yo'q. Yo'q, singan yo'qmi? Yo'q, singan yo'q. Lat yebdi. Bu qo'yib yuboradi xudo hozir. Qalaysiz hozir? Yaxshi. Yaxshi his qilyapsizmi? Alloh rozi bo'lsin. Aka nima bo'ldi? Menda buyruqdan bir. Nechinchi kirishi? Birinchi. Birinchi. O'sha yoqdan buyruq. Hozir bormi? Buyruq ketdi. Ketdimi? Oxirgi kunduz. Endi qarang. Uchi. Yugurib. Og'riq bormi? Hozir ketdimi? Buyruq ketdi. Ketdimi? Qa ketadi buyrakni. Isming nima san? Abduqahhor. Abduqahhor, senda bir gap bor, qara. Ha? Yo'q, normal. Normal, yaxshimi? Yaxshi. Bosim. Yig'im. Nima bo'lyapti? Bosim. Iqtarim oshib. Hozir bormi? Bosim qo'ydi. Qo'ydimi? Oyog'im, belim, iq. Qara endichi. Mana yaxshimisan? Ating nima? Aset. Va yig'im. Shuncha angenam bor, angenam. Angenam bor. Endi qalay bo'ldi? Chiqsa. Yaxshi bo'ldingmi? Alloh tomonidan bo'lsa ekan. Ona assalomu alaykum. Yaxshi uxlading? Yuqtadi, yaxshi yuqtadi. Yaxshi. Miyalar qo'yyapti. Qalaysiz? Turamizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Turamiz. Qo'rqmang, Alloh turing. Yo Allah. Shifo, shifo. Yengillashyapsizmi? Basing. Bismillah. Basing. Basing, qo'rqmasdan mana. Qancha yil bo'lgan bu kasallikka? Kalasiga o'tirganlarga. Bir yarım. Basing. Sen yengillashyapsizmi? Yaxshi bo'lyapsizmi? Basing. Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lyapsizmi? Anami? Ana chopib ketasizmi endi? Chopib ketmasangiz qarang. Shovib ketasiz hozir. Chapmayman, qo'yib yubordim mana. Qo'yib yuboraman. Basing. Basing, qo'yma. Allohni basing. Basing, qo'ymasin, basing. Qo'rqyapman. Qo'rqmang. Alloh men bilan deng, bo'ptimi? Bo'ldi. Astanadanmidi? Astana. Bo'ldi, endi ko'z tiyib qolar, qayting joyingizga endi. Nima bo'lyapti? Kirishim bor. Oyog'im bilan og'riydi. Bismillah. Hozir bormi og'riq? Yo'q. Ha? Bormidi? Bor edi men bu oyog'imda. Qani? Ketdi. Quloq ushlab ketdi oyog'ingiz. Ismingiz nima? Atingiz nima? Atingiz deydi. Fatima. Fatima opa. Yaxshimisiz? Yaxshi. Yurib bering. Yurib ko'raylikchi. Ha, Fatima opa, hijolat bo'lmang, chop qilib yurasiz. Yaxshi. Kirib oldimda mana. Ma'lumga shifo bersin xudo. Ona assalomu alaykum. Ikkinchisimi? Nima bestirgan onam? Hozir ashmo qolsin. Og'rib qoldimi? Ilg'aydi, ilg'agani yaxshi. Aytdimi, seansdagi ilg'aydi. Hozir og'riq bormi? Qo'yib yubordimi? Yelkamda yo'q.
Qo'yib yubordi. ikkita mana shu oyog'im g'az oyoqlarim astlari bundoq pishib ketgan. Hozir sal yengillashdingizmi? Endi his qilyapsizmi? Boshim yaxshi bo'ldi. Cho'tki bo'lib qoladi. Bo'shlik chang qilagan bo'ladi. Umringiz oqib. Oyoqlaringizni, oyoqlarim. Xursandmisiz? Yaxshi. O'zgarish bo'lishini sezdingizmi? Bu Xudoning ishi, meni ishim emas, onam. Ko'zlar ochildi. Ko'zasi. Xudo xolisa. Tuman bo'libdi, hozir ochiq. Ochib yuboramiz ko'zlaringizni, Xudo xolisa. Bo'ynini Ye, ko'taray deyapman. Ko'taraymi? nima bo'lyapti? Nimani sezdingmi? Ha? Ha? Nimadir o'tdi-da bir. O'tadi. Yaqlab issiqda bo'lganda. Issiqligiga o'xshagan narsa. O'tdi. Tur endi. O'tirasan dangasaga o'xshab. Bismillah. Sen bo'shadingmi? Ha, ozgina. Ozgina bo'shadi. Sen bo'shayapsanmi? Size ixlos qilib kelgan aka. Har kuni videonuzni ko'radi. Shu Qarshidan kelib zarilmi deydi-yu. Ushoqdan o Qashqadaryo qayerdayu? Chimkim qayerdayu? Qancha doktorga ketdik, foydasi Bo'lmadimi? Akani oldidan ketdik. Qashqadaryo qayerdan sizlar? Dehqonoboddan. Dehqonoboddan. Sal yengillashyapsanmi? Ha, Ancha yengillashding, isming nima? yaxshidan. Yo'sin Xudo xolisa mana hamyurtlar Xudo xolisa mana O'zbekistondan hozir ko'pchilik kelyapti. Xudo nasib qilsa boraman O'zbekistonga. Hozir ovora bo'lib yurmanglar. Endi bitta zakaz ko'payib ketganicha bitta ko'proq olib ketyapmiz-da. Mayli shifo bersin, umid bilan Qashqadaryodan kelib mana shifo izlab keldi. Alloh noumid qilmasin. Duo qilinglar sizlar ham shu insonlarni kasal bo'lmasin. Qancha kasallar buni duo qilinglar, Allohdan so'raylik shifo topsin. Aji tikka turib oldi. Alloh shifo bersin. Sizga ular kelatirmi necha vaqtdan beri? Aldingizga boram degan. Xudo xolisa. Shuna uyqa bezim meni. Davleniyaning darsini ishim kecha. Davleniya вообще tushib ketdi. Ishim kerak. Davlat tushdimi? Tushdi. O'tganda kelgandan Aha. beri ko'tarilgan yo'q. Kecha soni sal Necha yurasiz davlatingiz? 180 ga дейін ko'tarilgan. 180 yuradi-da. O'n ichida yuribsiz? Hozir normal 120 da jurim. 120. Normal, ha? Normal jurim. Ko'targan yo'q. O'tganda shu kun keldim qo'y. Ha. Ko'tarmasin, mahkam bo'ling. Rahmat. Allohga mana. Ke jiganim, Qalaysiz? yaxshimisiz? Kuchtiman. Vosh. O'tgandagidan keyin oyog'im shalba yo'q. Olmaotadan keldingmi? Almatdan keldim. Bugun de Almatdan keldim. Bugun Olmaotadan kelding. Zo'rg'a jetdik, siz ketib qolmay turib borib olaylik deb. Ha, yaxshi keldingmi? Olamda keldim bir yo'l. Sog'lik, semirib qolibsan meni? Navorot, adem bo'vatirmi? Sigim ketadi. Garmon ishpay qo'ydi. Garmon ichmay qo'yding? Ichmay. Garmon ishpay qo'ydi. Xo'p. Вообще. Жалобым bo'lmadi. Davleniyam 130 da turibdi. Ya, молодец. 130 ga ko'tarilgan edi. Oo, isming nima edi ating? Yulduz. Yulduz mana hurmatli. Odan keyin men ko'zimga operatsiya jasaydi dedim-ku sizga, jenskiy meni ko'zimga operatsiya jasaydi deb. Men ko'zimni teksirtsam, qay kuni bor, sizga operatsiya isteding, qashit yo'q, yaxshi bo'ldi. Yo, yaxshi bo'ldi doktor. Endi ta bir kelsam, odan keyin jenskiy men operatsiya istayman. Bo'ldi. Hamyurtlar bu Xudo xolasa bu o'tgan safar biz Qozog'istonga kelganmiz, Almatadan kelgan. Menga kiydirib ketgan, pechak kiydirib. Chapan kiydirgan qiz shu bilan mana ancha o'zgarishlar bir oy ichida bu katta yutuq. Shifo topdi Olmaotadan kelib mana yana tamom o'zini remont qildirgan yibdi. Kaprimont ketyapti, davolayapmiz. Yulduzmi ismi? Men 4-rek kelyaptim. Qo'lim og'riyotgan, qo'lim hozir yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldimi? Ya. Allohga shukr.
Arqam qattiq mına yerini tartib turатын. Yo'qmi endi? Қазір Жақсы bo'lyapsanmi? Жақсымын, Аллаға шүкір. Өткенде мамамдар келді. Мамам жүре алмай жүрген, аяғын баса алмай жүрген, машинадан түсе алмай қалған. Қазір жақсы. Жақсымы? Жақсы. Кетуге мәз болып кетті кеше. Alloh rozi bo'lsin. Bu жолы 3 күн келді. Алдыңғы жолы 3 күн келген. Алдыңғы келгеніңізде уже 2 неге келді, жақсы болды. Жақсы bo'lyapsan. Өзі тұрып, отырып, аяғы мына тізесін бүге алмайтын тұғын. Кеше бөгіп бәрін машинадан өзі түсіп, өзі шығып. Мәз болып. Shifo bo'lsin, hammasi sog' bo'lsin. Isming nima, ating nima? Атым Гүлмира. Gulmira, qayerdansan? Qayerdan kelding? Мен осы Шымкенттен келдім. Мамамдар Кентаудан келді. Жеңгем давлениемен келген, 150 давлениемен келген, 120 норма болды. Norma bo'ldimi? Malladin. Turkiston. Qozog'istonliklar, faqat Xudodan men qo'limda bas shifo. Men niyat qilinglar, niyatlaring pok bo'lsin. Qaddi qora qilmanglar, ayrim odamlarga o'xshab. Mana shifo topyapti-ku, nimasi? Bir xilgalayda O'zbekistonda aktyorda desalaring, qarindoshing desalaring, men Qozog'istonda qarindoshim yo'q-ku. To'g'rimi? Men o'zbekman, bular Qozog'istonliklar. Abi kallani ishlatib ko'ringlar, bu Xudoning ishi. Bu ertaga o'zlaring uchun minus bo'ladi bu. Bu degani Xudoni tan olmaganlarning ayrim shu noto'g'ri gapirib turganlar bu. Mana Xudo shifo beryapti, Xudo tan berish kerak. Tan bermasang nima qilasan? Bu dunyoda yashab. To'g'rimi? Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Alloh quvvat bersin sizga, rahmat. Prostatit, ko'zim Bormi hozir? yo'q. Yengil sezdim o'zim. Nechinchi kelishingiz? Birinchi kelishim. Yengillik bo'ldimi? Yengillik bo'ldi. Xolos. Qayerdan keldingiz? Qorabuloqdan keldim. Qorabuloqdan. Ismingiz nima? Bahodir. Bahodir aka qancha bo'lgan bu kasallanganingiz? Birozdan beri bor. Yozdim. Qaytingizda qoldi og'riq? Hozir yengil sezdim o'zim. Yengilsin. Mana hozir Qorabuloqlar ko'p turibdi. Nima deysiz Qorabuloqlarga? Qorabuloqlar ishonib kelinglar, xudo xolasa. Yaxshi. Akamizdan ko'pdan beri kutganmiz. O'zimiz qishloqqa kelgan ekan, mana kelib ko'rindik. Rahmat aka. Qorabuloqlar kasal bo'lmanglar. Qozog'iston xalqi kasal bo'lmanglar, hamma yaxshi bo'ladi. Ming rahmat. Qayerdan keldingiz? Men Shimkentdaman. Men o'rtoqlarim, nag'ashlarim Toshkentda Yangulda turadi. Musa degan. Katta salom aytdi sizga. Maqtabat, rosa maqtabat sizda. Yaxsiz deb. Katta. O ko'kka, o atnan deydi. Men avurdim debim, sizda aytdi. O'sha yoqqa ketdi. Barsang nag'orat dedi. Lecheniya jasaydi dedi. Men oyog'im men o'zim medsestra bo'lganman. Emdegim. Oyog'im qo'ymaydi, oyog'im shashadim. Og'riydimi? Iya. Oyog'im. So'z sizda aytib Tizingiz og'riyaptimi? Tizim avrat o'sha tizimni. Bu tursin. Qahvdan. Sizni o'rtoqlarim maqtab o'tir. Bekor maqtabdi-da o'rtoqlar. Sizga jumsadi. Voy, kattadir sizga. Endi ko'ringchi. Basing. Shamol barna juda. Sal pasaydimi? Pasaydi. Qo'lingiz o'ta yaxshi. Yaxshimi? Ya, chiroyli ko'zingiz. Ko'zimni ko'ringiz-chi? Ko'rmayman. Bitta ko'rayim bo'pti. Endi-chi? Voy, yaxshi. Yaxshi bo'ldimi? Sizni rasta maqtadingiz qo'y. Bekor maqtamanglar, iltimos meni maqtamanglar. Surtga tushmayim. Suratga tushib qolsinlar. Yo'q, mening telefon bor edi qayerda? Qani telefon? Seans, apama seans beryapti. Seans berdi, arxamada. Gulmira men tushirchi? Gulmira. Gulmira men ko'ku. Gulmira ko'ku. Nag'ashlarimga jiberim qo'y. Nag'ashlarimga jiberim, ya. Mana. Men tushib. Mana, rasmga tushyapti. Moment. Mana. Tushinglar. Ағаға Құдай қуат берсін. Quvvat bersin. Quvvat. Бізді емдеп жүре Rasta qo'lingiz taqib etdingchi. Yana berib yurib qo'ying. Rasta yaxshi. O, karamat. Rahmat. Alloh tamam. Baring keting.
Ona keling, qayerdan keldingiz? Biz Shimkentdan. Nima? Kecha bir Kecha. Holatingiz nima bo'lyapti? Sal yaxshimi? Sal yurdimi? Yurdingizmi? Malades. Yurdingizmi? Davlenin barne tiyletda. Ha. Oyunda tıks takmagan öyle. Ana belim avrat, tizem avrat. Üstüm kışıyı birelim nakır. Kışı jara bo'lib ketyotir. 4 yıl oldu kışıma. Sal bo'shadingizmi? Tizem bastırmayadır. Endi-chi? Bilmey turg'oy, sizning qasingizda qo'rqib tursa-da. Qo'rqatdi menda. Kasallik qo'rqadi. Ne yaxshiqanda da qo'rqib yursin endi. O'shachi hamma kasallar yaxshi bo'lib ketyapti. Yaxshi bo'lsin aytib. Ancha yaxshi bo'ldingizmi? Ham yaxshi bo'ling, onam. Assalomu alaykum. Yaxshi. Qandaysiz? Onam? Gul. Yana keldim sizga. Sizga kelmasam bo'lmaydi. Nima bu? Nechinchisi bu? Bu oldingida 3 marta keldim. Ha. Qo'qonda 2 marta bo'ldi. Ha. Hozir endi mana birinchi yana kelyapman. Bismillah. Nima bezda qilyapti? Mana shu qo'lim ana turibdi. Qo'lim. Chap qo'lim. Yuragimdan ozgina og'riyapti. Ozgina bor ana boshimni aylanib. Yengillash bo'lyaptimi? Yengillik bo'lgan, juda ham yaxshi. Yaxshimi? Siz yaxshi yordam bergansiz. Sizni ko'rsatgan menga. Allah. Mana shu odam tuzatatsan deb. O'zim keyin ko'rganmanda, bunda qarab o'tirganda mana o'zim yuragimga mana shu kishi tuzatadi. Bo'ldi. Shundan qamaysan. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Ko'p ishlamaydi-da. Mana shunday yaxshi bo'lib ketganiga bari aniqladi. Singlarim keldi. Siz oldingizga kelib ketdi. Ular meni mana qilishyapti hozir endi. Tanlamaydigan bo'lib, aytganing ekan. Aytdim, shu odam meni ko'kragimga soldi. Indamadi, hech kimga aytmasdan chiqaman, ketaman. Xudoga shukr, behisob shukr, dunyo turguncha. Amin. Sizga dorigan. Siz Alloh bizga yuborgan yaxshi bo'ldingiz. Alloh rozi bo'lsin. Birinchi kelishingiz nima bo'lyapti? Tizem oyoqlarim sinib og'riyapti. O'zimga tasib bor degan. Hozir bormi og'riq? Ha? Og'rimay tur. Bormidi og'riq? Ha. Hozir bormi? Og'rimay. Hozir og'rib keldingizmi? Endi-chi? Og'rimay tur endi. Yuringchi. Ha? Nima og'rimayapti? Tavba qilib, keyin yana ko'rib qo'ying. Og'rimasin. Safi alg'asa qo'rqmaydi, kinda. Ha. Apa nechinchisi? Üçüncüsü. Nima? Mende şu tamağım, onumda neşri takıyatsa, iki muna yedi tamırımda, tatlı. Belim ağrıyor. Bırak, yengillik var. Böyle şükür. O'zgarish bormi? Var şükür. Lanç bulup yataverardim. Hozir öte yaxshi tufayli. Ko'zim ochilib. Ko'zi ochildimi? Shu belim. Nima bo'lyapti ona? Meni ikki tizim og'riyapti. Nima og'riydi onasi sizlarlaringiz? Yo'q-e? Hozir bormi og'riq? Mana ayağım ağrıttı. Hozir bormi og'riyaptimi? Pasaydimi? Sal pasaydi. Pasaydimi? Endi ko'ring. Sen yengit ko'rsash. Ha, yengit. Ha? Pasaydi. Pasaydimi? Yo tavba. Pasaydimi og'ridi? Endi-chi. Qarang. Çiverdi. Ha? Jivordimi? Ismingiz nima? Atingiz nima? Atingiz? Ating. Ha? Biba Asiya apa? Yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshimisiz? Kulağım sağ. Qarang ko'ringchi. Bir o'tirib ko'ring. Oturayım. Ha, o'tiringchi sizlarga. Turing. Yo.
Yo. Yaxshimi? Sarpa ilg'asa qo'ymaylar, ha? Ona nima bo'lgan? Bormagan yerimiz qolmadi. Nima bo'lgan? ishdan kelib bir tomonda olamayapman. Birinchi kelishdingmi? Birinchi kelishimiz Kecha bitta xotin juvoniga yaxshi bo'lib qolib, qancha bo'lgan onam bunga? 2 kishi boqadi. Anganasi bor. Angana nerpni urib. Qachonga boramiz? Og'riq bo'lyaptimi onam? Yo. Og'riq bo'latir. Bir tomonda olamayapman. Hozir bormi og'riq? Kichkina sal bor. Kichkina pasaydimi? Suvda och. Ishdan kelib chiqdim. Endi-chi? Pasaydi. Pasaydaptimi? Endi qalay bo'ldi? Yaxshimisan? Qo'ydimi? Qarang endi. Yengil tortdi. Yig'lashdimi? Sizdan nima? Tizimga og'rib qo'ymay juda. Bir ichki ichkimi? Qarachi. Ha? Yaxshi. Nima jaxsi? Yaxshi qoldi. Jaxsi ham bo'ladimi o'zi? Alloh. Isming nima? Yalla. Qancha bo'lgan bunga? Sizni yoniga. Qoldi. 1 yil. Hozir bormi og'riq? Asiya. Qadida bu. Endi qara. Yaxshi, yaxshi. Jax yurib ko'rchi. Men buni ham majburlay turib ham. Ha aka. Ozgina bor. Jaxsi bo'lyaptimi? Sekin-sekin. Yo, jax. Endi qara. Yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi bo'lsin, ha? Sarpa alg'asa bo'lma. Sen nima bo'lyapti? Menda basim uyib qolaveradi. Jelkimni. Baqa o'tmay ariyadimi sani boshing? O'p qoladimi? Uyib qoladi. Alloh. Qarachi. Sal anda. Yengillashdimi? Ondan. Koronavirusdan keyin boshlagan basimni uyib qolaman. Nima o'p qoladi? O'ma demaysanmi? Shamaydim. Endi qara. Нормально? Точно? Точно. Men bugun tilmen qo'l oyog'im bari og'irdi, bosim qattiq og'irdi. Ilg'aydi, birinchi seansdan keyin ilg'aydi ko'pchilikda. Men biz Hozir bormi? kun kelyapti. Bormi? Sal-sal. Yegiladimi? Endi-chi. Jaxsi, nima jaxsi? Bosimcha. Nima jaxsi bo'ladi? Arqam yaxshi. Arqa jaxsi bo'lib qoldi. Senda nima bo'lyapti? Endi shu oyog'im, iki oyog'im. Chizdiring. Ikki tizim. Bismillah. Ko'rchi. Qitirlaydi ayam biroq. Ha? Qitirlaydi ayam. Yo, og'riq bormi hozir? Yo'q. Qitirlaydimi? Qitirlama demaysanmi? Qitirlama desang, tugum bormi bu yerda? Olmaotadan keldim. Biz yaqinda boramiz Olmaotaga, xudo xohlasa. Olmaotaning o'zidamisizlar? Yengillashyapsanmi? Ha? Ya. Almataliklar, xudo xohlasa biz Almataga ham boramiz, xudo xohlasa. Biz rejalashtiryapmiz, internet orqali qo'yamiz. Olmaotada rosa ko'p talablar bo'lyapti, xudo xohlasa. Olmataliklar kasal bo'lmanglar. Ha? Sal qozoqcha so'rasam. Ha, qozoqcha, ha? Aytib qo'ying, men pirvol qilib, men nima deb so'yladim? Ko'zimni ham. Qozoqcha so'ylagin. Men nima dedim Olmataliklarga? Olmaotaga boramiz yaqinda deydi. Ha, yaqinda. Keyinchi? Kasal bo'lmanglar deb qo'ydim. Og'rimangizlar deydi. Og'rimangizlar, keyinchi. Yaqinda o'zimiz internetga aytamiz deganmi degani? Yaqinda o'zimiz internetdan aytamiz. Aytamiz. O'zbekcha, qozoqcha bir. Olmaotadan keldi. Almata. Xudo xolasa. Almata shifo bersin. Yaxshimisan? Yaxshi bo'lgan-a? Ana, isming nima? Ating nima? Rashida. Rashidaxon, xudo xolasa Olmaotaga omad. Nima bo'ldi? 3-kun kelishim esladingizmi? Ha, bo'ldi. Nima bo'lyapti, onam? Mana ertaga tugun bor edi. Ne? Shu ko'chdi dema mo'ynim og'riydi. Ha, baqa o'tdi. Baqa o'tdi. Pasroq. Ayshit ana. Qo'lga bir balo deydigan. Men shu qo'lim ushlaychi, meshiklari shundoq to'lim bilan og'riyapti. Endi-chi? To'xtadi bilyapman. Mashina deysan.
Aynen. To'g'ri. İki teyzemde meşiyetim kömürüp bir ayakım bilmeydi yeştim. Qani ko'ringchi. Ben de göre. Bog'ori bormi? Bildim sırası ayakım başkaça, tenem başkaça doğdu. Aynen öyle. Meşu, Alloh. meşu gidince operasiya bo'lgan ki şunda boqadim. Ya nimaga operatsiya bo'ladi girishani? Doktorga apardı kuyovum. Ha. Operatsiya qildi, men shunday boqadim. Undan battar bo'ldingiz. Better bo'ldim. Ancha men shuncha kesgan girişe, doktorlar hepsiga deb kesdi. Men yetim mana endi bir ayaqim hiç sezmaydi. Hozir qanday bo'ldi? Hozir o'zim boshimdan oyog'imacha boshqacha bo'lib turibdi. Boshqacha bo'lasa? Boshqa. Boshqacha qilib qo'yamizda. Boshqacha qilmoqchi aynan. Boshqacha mı? Bugun oxirgi kelishim. Xudo xolasa. Xudo xolasa nevaram diplom olyapti Olmaotada. Amin. Amin. Diplomlar chiroyli ovozi nevarangiz. Yaxshi o'qishlarga kirib, umringizni yaxshi yuraversin. Bitiryapti o'qishni. Faqat Xitoyda o'qib keldi, Olmaotada. Endi bedel o'zidan bo'lmas. Amin. Xudoda men shu yurtni xizmatida yuribsiz. Yana ko'p deb men shunda xizmat qilavering. Tan joningiz sog' bo'lsin. Ko'z, til, nazar, nafasdan Alloh o'zi saqlasin. Qo'linglarni ochib turinglar, yaxshilar. Ochinglar. Ochinglar. Xudoyanda men shu sayramdagi sasiz baxtlar sizni qo'llab, qo'ltiqlab tursin. Yana men shu bizning yurtimizga kelib bizga shifo berasiz. Alloh sizni har doim yuqoriga olib chiqarsin. Amin. Kasal qolmasin.